Assalomu alaykum. Hammaga kech bo'lganda endi bitta video qilishga qaror qilib qoldik. Bizni qo'ylarimizga yashur kelib qoldi. Og'zi ko'paylayapti. Asoratlaridan haligi oyoq poyonlari hali o'rgani yo'q, lekin og'zida ko'pigi paydo bo'lib qo'yapti. Shu kasallikka agar mutaxassislar bor bo'lsa, ozgina bizga tushuncha bersangiz yaxshi bo'lardi. Boisi biz hozir qilayotgan ishimiz margansovka bilan chayqayapmiz. Orqasidan ASD chiqazyapmiz. Uning orqasidan sprayda sachyapmiz. Shuning uchun bizga agar sizlarda ham hayvonlaringiz, qo'ylaringizda shunaqa kasallik bo'lgan bo'lsa, buni qanaqa qilib davolasa bo'ladi? Kommentariyaga yozsangiz yaxshi bo'lardi, biz ham bilib olardik bu xonada. Endi hozir doktorlarimiz bularga ukol qilish kerak deyapti. Bular bo'g'azligini hisobiga biz cho'chiyamiz ukol qildirgani. Qo'ylarimiz bo'g'az, o'shanga endi hozir hammasini og'ziga shunaqa qilib yuvib, og'zini margansovkali suv bilan orqasidan ASDni chiqizib, mashinasini sachyapmiz. Foydasi bo'ladi deyishyapti, xudo xolasa. Kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni bildirsanglar, biz ham bu xonada bilib olardik. Endi haligi mana qo'chqarchilarimiz ham og'zi ko'paylayapti. Kema dilini. Kelaqa. Kema. Maki. Kelaqa. Kelaqa. Dilini ham og'zi og'riyapti. Og'zini ham shu ayzlarni sachib qildik. Buni ham mazasi yo'q, lekin oyog'ida hech qanaqa og'riq degan narsa yo'q. Oyoqlari yaxshi. Oyoqlari og'rimayapti. Shunga rostdan yashurmi yoki boshqa kasallikmi? Bunaqa tushunadiganlar bo'lsa kommentariyaga yozing, iltimos. Shunga biz ham bilib olardik. Og'zi ko'paylab, xomish holati yo'q hammasini. Hammasini holati zo'r, ovqat yeyishi ham zo'r. Lekin kush qaytarganda og'zi ko'paylab qolyapti. Bu qo'ramizda svitimiz yo'q. Ular ovqat yeyapti. Endi kimda qanaqa izohlar bo'lsa aytsanglar, biz ham bahonasida bilib olamiz. Bu yashurmi, yashurmasmi? Bunisini bilmaymiz endi. Lekin yashur asoratida bir o'tgan safar bo'lganda oyog'i og'rib, yurgani ham qiynalib, qo'ylar yurmasdan qaltirab narsa bo'lganda, lekin bularni hozir hammasini nastriyasi zo'r. Birovning qiladigan joyi yo'q, xudo xolasa, lekin hammasini shu kush qaytargan bitta qo'rada tuta-tutadan og'zida ko'payib paydo bo'lib qo'yapti. Shalaq oqib bir shalaq bo'lmayapti, lekin kimni qo'rasida shunaqa qo'ylarda shunaqa muammo bo'lgan bo'lsa kommentariyada yozib fikringizni bildirib ketinglar. Biz hozir shu ASD margansovkada yuvyapmiz. Orqasidan ASDda chayqayapmiz. ASD chiqazyapmiz, orqasidan spray sachyapmiz. Qo'ylarni hammasini chehrasi chiroyli, ochiq. Kommentariyada izohlarni ham kutib qolamiz. Kimni qo'ylarda shunaqa kasallik bo'lgan bo'lsa yozib o'tinglar, iltimos. Shunga qarab biz ham kurashamiz.